Salom do'stlar. Mana shu yerda turgan har xil shirinliklardan o'tgan videomizda biz bittiktasini ochgan edik. Bu videomizda esa o'shalardan yana ochamiz. Prosta boshqachalarni ochamiz. Xo'sh, bo'lmasam biz ochishni boshladik. Va sizlarga keyin men yeb ta'mini ham aytaman. Birinchi bo'lib mana shunaqa Cola, Fanta, Sprite bankachalar bor. Buni biz o'tgan videomizda Cola, Sprite'ni ochgan edik. Bu videomizda esa Fantasini ochamiz. Agar o'tgan videomni tomosha qilmagan bo'lsangiz, meni kanalimga kiring va o'sha yerdan o'tgan videomni tomosha qilishsiz. Va o'sha yerdan o'tgan videoni tomosha qilsangiz bo'ladi. Va keyin bundan-da qiziqarli videolarni tomosha qilishingiz uchun menga podpiska bosib qo'ying. Keyin shu o'rinda like ham bosib qo'ying. Keyingisi mana shunaqa bitta korobkacha, buni ichiga nima borligini bilmayman. O'sha uchun buni bu videomizda sizlarga yeb ta'mini aytaman. Keyin mana shunaqa har xil pomadachalar. Buni ko'pligini qaranglar. Tadam. Menimcha pomada surtishni hamma qiz yaxshi ko'rsa kerak, yaxshi ko'rmaydigan qizni o'zi bo'lmasa kerak pomadani. Buni ham bu videomizda sizlarga yeb ta'mini aytaman. Mana shunaqa bo'ldilar har xil rangda. Sariq, ko'k, pushti rangda. Mana shunday. Keyingisi mana shunaqa kangozvachkasi, har xil mevaligi. Buni o'tgan videomizda ochib, yeb ta'mini aytgan edim. Bu videomizda ham yeb ta'mini aytaman buni. Va keyin mana shunaqa qorbobo sovg'asi. Tadam. Mana bu o'lak tarafdan ko'rinishi. O'lagiga shokolad vaflisi bor ekan, orqasiga esa shokoladi. Keyin mana shunaqa so'qchasi bor ekan. Buni ham bu videomizda sizlarga ochib, yeb ta'mini aytaman. Va keyin mana shunaqa tank chuli 3D, bu mana shunaqa har xil mevalik jelicha. Men buni o'tgan videomizda qultmikaligini yeb ta'mini aytgan edim. Bu videomizda esa yana sizlarga yeb ta'mini aytaman. Qanaqasidan yeyay? Mandarinligi, tarvuzligi va keyin mana shunaqa uzunligi bor. Men qultmikaligini o'tgan videomizda yeb sizlarga ta'mini aytgan edim. Bu videomizda uchalasidan qaysi birini yeymiz? Albatta buni videoning oxirida yeymiz. Va keyin mana shunaqa sumkachaga o'xshagan ko'p to'psiga ham o'xshagan har xil davlatlarning bayrog'i bor. Menimcha bu yerda shokoladning rasmi qo'yilgan. Bu shokolad bo'lsa kerak. O'zim ham bunga juda ham qiziqib ketyapman. Buni albatta videomizning oxirida sizlarga yeb ta'mini aytaman. Mana shunaqa har xil davlatlarning bayrog'i bor. Keyin bularni topamiz ham. O'rtasida mana shunaqa ko'p to'pchani rasmi ham bor. Juda ham qiziqib ketyapman. Tepasida mana shunaqa burgana qo'shiqchalari bor. Tadam. Buning ismi World Cup. Keyin mana shunaqa kukinis, jelicha har xil mevali. Buni ham bu videomizda sizlarga yeb ta'mini aytaman. O'zim bunga juda ham qiziqib ketyapman. Qanaqa bo'larkan? Ayniqsa ta'miga qiziqyapman. Har xil mevalik ekan. Albatta buni bu videomizda sizlarga yeb ta'mini aytaman. Voy, mana shunaqa burgalam. Chupachupslar. Har xil mevali. Bu yerda chupachupslar bor. Bizdan qanaqa mevali chupachupsni yaxshi ko'rasiz? Buni kommentga yozib keting. Men ko'proq qultmikali chupachupsni yaxshi ko'raman. Men shirinliklarni juda ham yaxshi ko'raman. Yaxshi ko'rmaydigan bolalar o'zi bo'lmasa kerak shirinlikni. Agar shirinlikni yaxshi ko'rsangiz, like, podpiska bosib qo'ying. Tadam. Buni bo'ldaligini qaranglar. Buni albatta ukalarim bilan birga yeyman. Va keyingi videomizda buni albatta sizlarga yeb ta'mini aytaman.
Mana sizlarga bularni hammasini ko'rsatib o'tdim. Endi birma-bir bularga yeb sizlarga ta'mini aytaman. Xo'sh, kelinglar birinchi bo'lib mana shunaqa Sprite, Cola, Fantali bankachalarni ochib yeb sizlarga ta'mini aytaman. Bu Cola bilan Sprite'ni o'tgan videolarimizda sizlarga yeb ta'mini aytgan edim. Bu videomda esa Fantaligini yeb sizlarga ta'mini aytaman. Nimaga o'zim juda ham qiziqib ketyapman. Bularni zochkaydi, qani bu shirinlikmi yoki zochka? Hozir sizlar bilan yeb ta'mini aytaman sizlarga. Qani ichida nima borligini ham bilib olamiz. Dadam mana shunaqa Fantaligi. Buni ochib olamiz. Mana ochib oldik. Endi buni sizlarga yeb ta'mini aytaman. Dadam, mana shunaqa sariq rangda mana shunaqa to'rtburchak. Hozir sizlarga yeb buni ta'mini aytaman. Ta'm juda ham shirin ekan. Buzochka ekan. Fantan tam kelyapti, juda ham mazali. Buni sizlarga olishni tavsiya beraman. Mana shunaqa bankacha Fantaniki. Buni yeb sizlarga ta'mini aytdim. Xo'sh, keyin mandarin ham ta'm kelar ekan. Bu birinchisini yeb sizlarga ta'mini aytdim. Endi qolganlarini sizlarga yeb ta'mini aytaman. Kelinglar, buni ochamizmi birinchi bo'lib? Siz meni o'rnimda bo'lganingizda qaysini ochgan bo'lardingiz? Kelinglar, mana shunisini ochamiz, chunki juda ham qiziqib ketyapman. Volt ko'pga. Buning uchun bizga mana shunaqa pichoqcha kerak bo'ladi, chunki mana bu yoqlari skotchlangan ekan. Mana bu yoqiga ham bor ekan skotchlar. Bakki mana bu tarafga ekan. Mana ochib oldik. Dadam bir galam mana shunaqa. Ichidan mana shunaqa ikki pachka mana shunaqa qo'shib bir galam. Buni ham hozir ochib mana bu koptokchaga o'xshagan. Menimcha bu shirinlikcha. Mana shuni yeb sizlarga ta'mini aytaman. Dadam bir galam mana shunaqa koptokchalarning rasmi bor. Keyin har xil davlatlarning bayrog'ining ham rasmi bor. Kelinglar, mana shunisini ochamiz. Bu Hindistonning bayrog'ining rasmi. Dadam hozir sizlarga buni yeb ta'mini aytaman. Birinchi bo'lib ochib olamiz. Ochib oldik. Mana shunaqa kindirdi. Xo'sh, shirinlikchasiga ham o'xshab ketar ekan. Hozir qo'shiqchasini ochib olamiz. Qo'shiqchasi bilan birga sizlarga yeb ta'mini aytaman. Mana shunaqa. Mana shunaqa mayda qo'shiqchasi bor ekan. Birinchi bo'lib og'zimizdagi sochkani olib qo'yamiz. Endi buni yeb sizlarga ta'mini aytaman. Mana. Ta'm juda ham yaxshi ekan. Hozir qorasini ta'mini yeb ko'rdim. Endi oq shokoladning ta'mini yeb ko'ramiz. Shinajasi bilan. Buni ham ta'mi juda ham shirin ekan. Dadam mana shunaqa. Buni sizlarga olishni juda ham tavsiya beraman. Dadam, siz meni o'rnimda bo'lganingizda qaysi birini yegan bo'lardingiz? Qaysi bir davlatlarni mamnun yoki koptokchalarni yegan bo'lardingizmi? Ichidagi shirinlikchasini. Men birinchi bo'lib mana shunaqa Hindistonning bayrog'ini ochib yeb ko'rdim. Mana shunaqa ichiga shirinlikchasi bor ekan. Bu videomizda buni qo'yganlarini sizlarga yeb ta'mini aytaman. Dadam mana shunaqa bir galam. Keyin O'zbekistonimizni bayrog'ining rasmi ham bor ekan. Dadam buni ham albatta sizlarga yeb ta'mini aytaman. Bir galam mana shunaqa
Keyin so'mkachaga ham o'xshab ketar ekan, tepasida mana shunaqa ipchasi ham bor ekan. Buni sizlarga ochib yeb ta'mini aytdim. Endi keyingisini ochib yeb sizlarga ta'mini aytaman. Bu mana shunaqa panchuri. Dadam. Buni ochib olamiz. Birinchi bo'lib og'zini. Tepasida mana shunaqa mushukchaning rasmi bor. Bu yerda Zumi deb yozilgan. Dadam. Xo'sh. Mana shunaqa mandarinligi, gilosligi, tarvuzligi va keyin qutnayligi bor. Men buni o'tgan safargi videomizda qutnayligini yeb sizlarga ta'min aytgan edim. Bu videomizda mana shu uchalasidan bittasini yeymiz. Siz meni o'rnimda bo'lganingizda uchalasidan qaysi birini yegan bo'lardingiz? Buni albatta kommentga yozib keting va keyin yaxshi ko'rgan mevangizni ham kommentga yozing. Dadam mana shunaqa 3 xil tarvuzchaligi, mandarinligi va gilosligi bor. Dadam. Xo'sh, kelinglar tarvuzchaligini ochib yeb ko'ramiz. Chunki bunga juda ham qiziqib ketyapman. Va keyin bunisi videolarimga mana shu ikkalasidan bittasini yeb sizlarga ta'min aytaman. Hozirchalik mana shu tarvuzchaligini ochib yeb sizlarga ta'min aytaman. Hozir buni ochib olamiz. Birinchi bo'lib Tadam! Ochib oldik. Mana shunaqa yashil rangda ekan. Hozir sizlarga yeb buni ta'mini aytaman. Tadam. Bu yerda yana 1, 2, 3, 4. 4 ta mana shunaqa jilechalar bor ekan. Hozir sizlarga buni yeb ta'mini aytaman. Ta'm juda ham shirin ekan. Tarvuzchalik bo'lganligi uchun tarvuzni ta'mi kelyapti. Va keyin ichidan mana shunaqa shirinlikchasi ham chiqdi, qizil rangda. Bu jilecha menga juda ham yoqdi. Buni sizlarga olib yeb ko'rishingizni tavsiya beraman. Dadam. Keyin bu yerda yana mana shunaqa 4 ta jilechalar bor. Dadam. Men hozir bittasini yedim. Va keyin bu yoqda 4 ta qoldi. Mana bu yerda 4 ta tarvuzchaning ustining rasmi bor. Keyin bu yerda kesilgandan keyin mana shunaqa qizil rangda bo'ladi va donakchalar bo'ladi. Mana shunaqa rasmi bor ekan. Dadam. Bu videomizda esa mana shu ikkalasidan qaysi birini yeymiz? Buni albatta kommentga yozib keting. Gilosliginimi yoki mandarinliginimi? Dadam. Keyin yana bir narsa. Mana shuncha narsadan bu videomizda qaysi birini yeb beray? Buni albatta kommentga yozib keting. Keyingi videomda o'sha narsani keyin yeb sizlarga ta'min aytaman. Keyin mana shu yerdan qaysi biriga siz qiziqdingiz, uni ham kommentga yozib keting. Men sizlarga bularni yeb ta'mini aytdim. Birinchi bo'lib mana shunaqa, birinchi emas, uchinchi bo'lib mana shunaqa tarvuzchalik jilechani yeb ko'rdim. Keyin mana shunaqa har xil davlatlarni bayrog'ining rasmi bor, mana shunaqa ko'kko'chaga o'xshagan shirinlikchani yeb ko'rdim va ta'mini ham aytdim. Bu videomizda buni qaysi birini yeb beray? Ko'kko'chaligini yoki har xil davlatlarning bayrog'i borini? Albatta buni ham kommentga yozib keting. Va keyin mana shunaqa Sprite Cola Fantalik bankachalarni sizlarga ochib yeb ta'mini aytdim. Dadam. Agar bu ikkalasini yeb sizlarga ta'mini aytganimni ko'rmoqchi bo'lsangiz, meni kanalimga kiring va o'tgan videoni tomosha qilsangiz, men shularni yeb sizlarga ta'mini aytaman. Xo'sh, bo'lmasam hammaga bye. Keyin yana bir narsa, men kanalimga obuna bo'lib ketish ham esingizdan chiqmasin. Ana endi xayr desam ham bo'ladi.